Otabek bilan Sevara hayoti bir qarashda ideal ko'ringanda, mehribon turmush o'rtoqi Otabek tinch uy, sokin kunlar. Ammo eng sokin hayotga ham kutilmaganda bo'ron kirib keladi. Otabek kun bo'yi ishda bo'lardi, uyga kech qaytardi. Sevara esa yolg'izlikka tobora chiday olmayotganda, shu payt uning hayotiga Otabekning yaqin bolalikdagi do'sti Shahzod qayta kirib keldi. U chet elda yillar davomida yashab, hozir O'zbekistonga qaytganda, o'ziga ishongan, yoqimli, gapga usta yigit. Avvaliga ularning gaplari hazil mutoyibadan nariga o'tmasdi, lekin vaqt o'tgan sari ko'zlar o'rtasida xavfli iliqlik paydo bo'la boshladi. Shahzodning bir qarashi Sevaraning yuragini titratardi. Sevara esa bu tuyg'uni yo'q qilishga urinardi. Ammo yurak buyruqqa bo'ysunmas edi. Bir yomg'irli kechada Shahzod qo'ng'iroq qildi. Senga aytolmagan gaplarim bor, kel. Sevara bordi. Shahzod bir qarashda hammasini aytib qo'ygandek tuyuldi. Men seni unutolmayapman, dedi u past ovozda. Sevara jim bo'lib qoldi. Bu so'zlar uning yuragini bo'lib tashladi. Lekin ich-ichida yashirincha ulg'aygan hislar allaqachon uni boshqarib bo'lganda, o'sha kecha ular qilgan xato 3 ta taqdirini izdan chiqardi. Oradan vaqt o'tdi. Otabek o'z xotinining o'zgarayotganini ko'rmay qololmadi. Sevaraning ko'zlarida sovuqlik, telefonni yashirishlar, g'alati shoshilishlar hammasi ko'p narsani anglatardi. Bir kuni u ikkisini ham yoniga chaqirdi. Men bu dardni sezdim, lekin sizlardan bir narsa so'rayman, menga yolg'on aytmang. Shahzod ham, Sevara ham boshini egdi. Haqiqat og'riqli edi. Sevaraning ko'zlariga yosh keldi. U ikki yo'lning o'rtasida qolganini angladi. Bir tomonda uni chin dildan sevgan, ammo vaqt ajratolmagan Otabek, ikkinchi tomonda esa yuragini uyg'otgan Shahzod. Sevara og'ir xo'rsindi. Men sizning ikkovingizni ham ranjitdim va endi hech kimni tanlamayman. Ketaman. U qarorini aytdi va shu kunning o'zida ham Otabekni, ham Shahzodni tark etdi. Chunki ba'zan eng to'g'ri qaror hech kimni tanlamaslik, xatoni tan olish va qaytadan o'zini topishdir. Shundan keyin faqat shamolgina bir vaqtlar bu uyning ichida yurgan muhabbat, ishonch va xiyonat haqida eslatib turardi. Hikoyaning davomi ketishning haqiqiy sababi Sevara uyini tark etgan kuni shahar ustidan qop-qora bulutlar o'tdi. U hech qayerga bormasdan yengil chamadonini ko'targancha vokzalga yo'l oldi. Qayerga ketayotganini o'zi ham bilmasdi, faqat shu joydan, shu xotiralardan uzoqlashmoqchi edi. Bir Otabekning sinishi uy jimjit bo'lib qoldi. Sevara ketgach, Otabek qo'lini devorga tirab uzoq vaqt jim turdi. U shunchaki ayolini yo'qotmadi, ishondi, ishonchi sindi. Otabek ichida shunday dedi: agar vaqt topa olganimda, balki bunday bo'lmasmidi. U Sevarani ayblashdan ham, Shahzodni yomonlashdan ham charchadi. Faqat o'zini ayblayotgandi. O'sha kecha u telefonini oldi. Sevaraga yozmoqchi bo'ldi, lekin qo'llari titradi. Nihoyat faqat bitta jumla yubordi: agar charchasang, qayt. Men seni jazolamoqchi emasman. Lekin Sevara javob bermadi. 2.0 Shahzodning pushaymoni, Shahzod esa butunlay boshqa bir azobda edi. U do'stining mehrini sindirganini endi his qila boshladi. U Sevarani sevgan bo'lishi mumkin, lekin sevgisining narxi Otabekning og'rig'i bo'lishini istamasdi. Kecha-kechasi u o'ziga qarab o'ylardi: agar sevgi yo'lida do'stingni yo'qotsang, bu g'alabami yoki mag'lubiyat? U Sevaraga qo'ng'iroq qildi, lekin telefon o'chirilgan edi. Balki u ham shuni bilardi, Sevara endi o'zi uchun ham yo'q bo'lib ketgandi. Sevaraning yangi hayoti. Sevara esa boshqa shaharga ketdi. U kichik bir mehmonxonadan xona oldi. Derazadan ko'chadagi odamlarni kuzatdi. Har bir yuzda hikoya bor edi, faqat o'zinikini unutolmasdi. O'ziga o'sha savolni qayta-qayta berardi: nega ikkala yo'lni ham tanlamadimi? Axir bittasi meni sevdi, ikkinchisi meni his qildi, keyin javobni topdi. Men avval o'zimni topishim kerak. U shu shaharda ish topdi. Kichik tikuv atelyesida operator bo'lib ishlay boshladi. Telefonni kam yoqdi. Ijtimoiy tarmoqlardan chiqdi. Hammadan uzoq yashadi. Bir kuni kechqurun deraza yonida o'tirib, yuragini qo'yib dedi: bir kun kelib men qaytaman,
Lekin endi boshqacha Sevara bo'lib, 4 kutilmagan uchrashuv oradan 3 oy o'tdi. Bir kuni ishxonada eshik ochildi. Sevara boshini ko'tardi va yuragi bir lahza to'xtab qolganday bo'ldi. Eshikda Otabek turardi. U juda ozib ketgan, ammo ko'zlari o'zga chiroq og'riqdan tozalangan. Ancha sokin edi. "Men seni izlash uchun kelmadim", dedi u muloyim. Faqat bir gapni aytib ketmoqchiman. Sevara jim turardi. Nafas ololmay Otabek davom etdi. "Men seni kechirdim. Balki sen ham o'zingni kechira olarsan." U ortiga burilib ketdi. Sevara esa ko'z yoshini tiya olmadi.